o'yinchi esa o'sha o'yinda ishtirok etgan futbolchilar ekanligini ta'kidlash kerak. Saudiya Arabiston terma jamoasi futbolchilari hozir to'p jarimasiga yetkazib berdi. O'yinni davom ettirish mumkin. Gol! Mana bu vaziyatda meni biron bir tushishi O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatsizlik keltirdi. Mana ushbu vaziyat hozir albatta markaz tomonidan olib ko'rsatildi. Baxtiyor Ashurmatov ham, Alek Pashinin ham hozir Sami Aljabrni maydon o'yindan tashqari holatda qolganligini qayd etishga urinib ko'rishdi. Qanot hakamining fikri esa tamoman o'zgacha. Alek Pashinin maydon markazida to'p bilan barcha o'yinchilar hujumga yetib kelishgan. To'p jarima maydonchasi sari uzatildi. Bu yerda saudiyalik futbolchi to'pni qaytardi. Hozir yana ham vaziyat yuzaga kirishdi. Anvar Soliyev zarba gol! Gol, qadrli do'stlar! Bir qadrli do'stlar, hakam istaydimi yo'qmi bu safar maydon markazini yana ko'rsatishga majbur. Barakalloh Anvar. Ushbu vaziyatni takroran tomosha qiling. Uning zarb bilan bergan zarbasini bu safar hakam demak